Umuman olganda bu videoga hech qanaqa tayyorgarlik ko'rmadim. Nimaga? Chunki hozirgi ichimda o'tayotgan narsalarni shunchaki sizga bildirmoqchiman xolos. Men ham bir paytlar birinchi kursda talaba bo'lganman, Toshkentga og'zimni ochib kelganman va hozirgi holatim juda zo'r emas, lekin yaxshi. Xo'p, nimaga tayyorgarlik ko'rmadim? Men eshitdim, mandat chiqibdi, tabriklayman, o'qishga kiribsizlar. Va endi bu shuni anglatadiki, O'zbekistondagi ko'plab talabalar o'zini uyidan uzoqroq bo'lgan joyga o'qishga ketishni boshlashadi. Boshqa viloyatga deylik. Katta ehtimol bilan hamma ham emas. Va ana o'shandan boshlab, aynan bu ko'pincha o'g'il bolaga tegishli, biz uzoqroq oiladan ajralib chiqib, boshqa joyda o'qishni boshlaymiz. Bundan oldin ham endi balki siz musofirchilikka boshingizda o'qigan bo'lishingiz mumkin, lekin o'qishga, yashashga boshqa joyga, boshqa umuman uyingizdan uzoq joyga borib, o'qish uchun, yashash uchun ketishingiz bu umuman boshqa narsa. Bironta chet el davlatga aylangani sayohatga chiqishingiz umuman boshqa narsa, lekin siz u joyga yashashga, o'qishga borishingiz umuman boshqa narsa. Chiroq qo'lni ko'zimdan qaytaryaptimi? Hamma talaba singari men ham boshida uydagilardan pul olganman. Dadamdan, ayamdan, ammamdan, tanishlarimdan. Chunki siz shunchaki studentsiz, qo'lingizda hali hech qanaqa hunaringiz yo'q. Shunchaki ingliz tilini bilasiz, matematikani o'qigansiz, fizikani o'qigansiz deylik. Lekin bu narsani o'qiganingiz uchun hech kim sizga pul to'lamaydi deb o'ylashingiz mumkin, lekin sizda qanaqadir qobiliyat borki, buni siz ichingizda hali ham saqlab yurgan bo'lishingiz mumkin. Agar siz o'qishingiz, aytaylik, nishasi tor bo'lgan o'qish bo'lsa, masalan, aytaylik, sizni fakultetingiz ingliz tili uchun bo'lsa, siz o'qishingiz davomida umuman ingliz tilini ustida ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni siz bu ingliz tili orqasidan pul topa olasiz. Moliya bo'lsa, agar siz pul boshqaruvi, buxgalteriya, moliya boshqaruvida agar shunaqa tor nishali sohalarda bo'lsangiz, siz bu narsaga chalg'imang. Siz o'sha sohangizni yaxshilab o'rganishingiz kerak. Masalan, o'sha moliyaga kirdingizmi, siz qiziqishingiz bormi, pul boshqaruviga, SSA paperlariga qiziqishingiz bo'lsa, siz o'zingiz sohangizga ketishingiz kerak. IT siz ham chalg'ishingiz kerak emas. Siz IT'shnikmisiz, o'zingiz sohangizni chuqurroq o'rganishga harakat qilishingiz kerak va sizda ingliz tilida ham, IT'da ham, umuman moliya sohasida ham dastlabki paytlarda pul topish ozgina qiyin bo'lishi mumkin. Lekin bu nishasi tor bo'lgan, ya'ni umumiy bo'lmagan sohalarda pul topish uchun siz iloji boricha boshqa sohaga chalg'imasdan o'zingizni sohangizni yaxshilab o'qisangiz bo'ladi. Ya'ni buni oxirida pul bor. Ya'ni buni oxirida siz nimagadir erishasiz yoki qayerda ishlashingizda хотя бы bilasiz. Lekin sizda umumiy sohalar bo'lsa-chi? Masalan, men bilganimni aytaman. Faqat masalan, aytaylik siz biznes sohasida o'qidingiz, iqtisodiyotda o'qidingiz, shunga o'xshagan keng yo'nalishli sohalarda o'qidingiz, aytaylik logistikada o'qidingiz, xalqaro munosabatlar degan fakultetda o'qidingiz, turizmda o'qidingiz deylik, shunga o'xshagan qanaqadir bir bu yomon fakultet demayman. Bu qanaqadir bir keng doirali, keng yo'nalishli sohada o'qigan bo'lsangiz, agar xususiy yoki davlatniki farqi yo'q, unda siz Toshkentga kelganingizdan keyin birorta hunar o'rganishga harakatini qilishingiz kerak. Chunki bu sohada biz o'zimizni yo'limizni topishimiz uchun qaysi hunar orqaligina yo'nalishimiz bilan birga chiqib keta olamiz. Va bu men faqat shaxsiy fikrim, bu men hammada shunaqa demoqchi emasman. Men boshimda o'tganini aytayman. Bir paytlar men birinchi kurs talabasi bo'lganman, hozir bitirdim, magistraturaga ketyapman, xudo xolasa. Ular shunga o'xshagan. Ya'ni biz bunaqa keng sohali biznes yoki iqtisodiyot shunga o'xshagan boshqa keng sohali fakultetida o'qiydigan bo'lsak, boshidanoq biz umuman bironta любой hunarni o'rganishimiz kerak. Lekin bu narsa nimaga qolganlarga tavsiya qilinmaydi? Chunki agar men moliya sohasida o'qisam yoki English language teaching fakultetlarida o'qisam yoki umuman IT sohalarida o'qiydigan bo'lsam, men chalg'ishim kerak emas. Chunki shu sohani o'zidan pul topsa bo'ladi. Buning nishasi tor. Ya'ni dasturchi, ITshnik, AI dasturchi, xullas shunga o'xshagan sohalar bilan ham siz birinchi kursda boshida emas, oxirrog'iga borib pul topsangiz bo'ladi. Iloji yo'q degani emas. Ingliz tili sohasida ham shunaqa, masalan, ingliz tilini ozgina rivojlantirib turib, IELTS bitta yangilab olib turib, bironta o'quv markaziga oddiy support teacher bo'lib kirsangiz ham, umuman qo'lingizda o'zingiz shaxsiy pulingiz bo'lishni boshlaydi. Buxgalteriya yoki moliya sohasida bo'lsangiz ham xuddi shunaqa. Moliya sohasida bo'lsangiz ham siz ozgina o'zingiz ustingizda ishlab turib, bironta magazin yoki bironta qanaqadir kichkina do'kon yoki shunga o'xshagan o'z magazin va do'konga farq bor. Umuman aytaylik, magazin yoki kichkina qanaqadir biznesni, moliyasini, pulini boshqarib berib ham ozgina daromadga chiqib, o'zingizni ozgina level up qilsangiz bo'ladi. Lekin iqtisodiyot shunga o'xshagan bu yomonlashmas shuninglar, turizm aytaylik, shunga o'xshagan qanaqadir bir xalqaro munosabatlar, diplomatiya, shunga o'xshagan bir aytaylik, endi shunga o'xshagan xolos keng sohali fakultetlarda yo'nalishlarda o'qiydigan bo'lsangiz, biz birinchi kursning oxiridan qanaqadir ish topishimiz deyarli
qiyinroq. Ish deganda men qanaqa ishni tasavvur qilyapman? Bu qanaqadir restoranda ofitsiant bo'lib ishlash, qurilishda ishlash yoki shunga o'xshagan og'ir mehnatli ishlarda emas. Men miya bilan pul topsa bo'ladigan joylarni nazarda tutyapman va unaqa og'ir ishlarga meni qarshiligim yo'q. Ularni ham o'zimni yoqtirgan odam masalan, og'ir ishlarni masalan qurilishda shunga o'xshagan sohalar men uchun emas. Men ularda qo'limdan kelsa ham, kuchim bo'lsa ham, shunchaki men u ishni qilishdan maza qilmayman. Menga shuning uchun yoqmaydi. O'shaning uchun men iloji boricha miyam bilan pul topishga harakat qilaman. "Nima ish qilasan?" deyishingiz mumkin. Men hozir dizaynerman, animatorman. Voy, ko'p bo'rturib ketdi. Bu animator degani emas. Men motion dizayner qila olaman. Video montaj qila olaman, videoga tusha olaman. Xullas, shunga o'xshagan hunarlarim bor. Kelgan payti o'rganib, hozir shu darajagacha keldim. Nima deyaptim? Men iloji boricha miya bilan pul topsa bo'ladigan ishlar haqida gapiryapman. O'shaning uchun aytmoqchi bo'lganim, keling, ko'ring, siz ota-onangizdan pul olib, ishlabdi, o'qishingiz birinchi, ikkinchi oy bilinmaydi. Keyingi oydan boshlab ulardan doimiy so'rash ozgina o'zizga ham juda ham noqulay emotsiya beradi. O'shaning uchun kelgan zahoti to'g'ri endi ko'pincha bu narsa o'g'il bolada ham, balki qizda ham to'g'ri endi hammada o'tadi bu narsa. Ya'ni hozir ota-onamga yuk bo'lmasligim kerak degan narsa hammaning ichidan o'tadi. Lekin siz bitta pog'ona tepaga chiqib olishingiz uchun yoki o'zingiz pul to'plab yoki o'zingiz pul to'plab qilishingiz qiyin, chunki siz talabasiz, pul to'plashingiz qiyin boshida. Va o'shaning uchun iloji boricha uydagilarni ozgina, ko'p emas, ozgina qiynab bo'lsa ham qaysi hunarni o'rganib oling. Bu narsa nima deyish mumkin? Masalan, Najot ta'lim ekanligingizni qilib ko'ring, boshqa qanaqadir bir o'quv markazlari bor, IT yoki shunga o'xshagan qo'shimcha hunarlar bor. Agar sizda masalan nishangiz keng bo'lgan fakultetda o'qisangiz, ya'ni siz birinchi kursni bitirgan zahotingiz qanaqadir bir ish topa olmaydigan bo'lsangiz degan ma'noda, ya'ni bu yo'qda hisob. Bu hammasi mening shaxsiy fikrim. Videografiya yoki video montaj, grafik dizayn shunga o'xshagan qanaqadir bir hunarlarni o'rganib olishingiz ertaga o'zingiz sohangizda ham pul topishingizga yordam beradi. Siz bu narsani o'rganib olganingizdan keyin siz birinchi masalan aytaylik kelgan paytingiz yaxshi o'qishga fokusingizni berasiz. O'qishni tashlab qo'yish kerak emas. O'qishga fokusingizni berasiz, qo'shimcha bo'sh paytingiz bo'ladi обязательно. Bo'sh paytingizda o'sha hunarni ustida ishlab turib, keyinchalik aytaylik siz biznes sohasida o'qigan bo'lsangiz, o'sha hunaringizga o'sha biznes fakultetda o'qigan bilimlaringizni integratsiya qilib, o'quv markazi ochishingiz mumkin. Xususiy maktab, kasb markazlari, kasb maktablari ochishingiz mumkin. Lekin boshlanishiga bu hunarni o'zingiz o'rganganingiz yaxshi. Chunki diplomni kutib o'tirish bu juda ham yomon narsa. Qachonki diplomim bo'lsagina ishga kiraman, qachonki diplomim bo'lsa men keyin pul topishni boshlayman. Ungacha uydagilardan pul olib turishim kerak degan narsalar hop nima qilsa bo'ladi. Meni fikrim, mendaqa odamlarga bu narsa to'g'ri kelmaydi. Qachonki diplom olsamgina men pul topaman degan narsa menga masalan to'g'ri kelmaydi. Bilmadim sizlarga, balki sizlarga agar men faqat uydagilarning pulini olib faqat o'qiyman desanglar, men можно emas, bu narsani qoralaganim yo'q. Hunar o'rganish kerak. Siz Toshkentga kelganingizdan keyin o'zingizni eplashingiz uchun обязательно hunar o'rganishingiz kerak. Men bitta narsani aytib beraman, lekin bu narsani menga aytgan odam, mendan so'ragan odam xafa bo'lib qolmasin. Bir kun menga yozishdi. Qarindoshim, yaqin qarindoshim yozdi. Men bilan teng, u ham 4-kurs talabasi. Men ishlashni 2-kursimni oxiridan boshlaganman. Ya'ni 1-2 kursimda men hunar o'rganganman. 1-kursimda hunar o'rgandim, 2-kursimda o'sha hunarimni oxirigacha o'rgana olmadim, budjetim yetmadi. Shogird tushib, keyinchalik o'sha 1 yilcha, 8 oycha men shu ishni tekinga ishlab yurdim grafik dizayn sohasida. Keyinchalik 2-kursimning oxirida yaxshi pulga kirib, hozir Xudoga shukr, yaxshi xullas. Lekin u do'stim yozyapti, xullas 1-kurs, xullas men bilan teng, yaqinda yozdi, aytmasam 3-4 oy bo'ldi. Menga ish kerak dedi. Zo'r. Nima ish qo'lingizdan keladi dedim. Aytdi, ofitsiant bo'lib ishlaganman dedi, keyin qurilishda ishlaganman dedi. Xo'p, hunar bormi bironta dedim. Ya'ni masalan, qurilishda ham bu qurilish degani qanaqadir bir hech narsa kerak emas degani emas. Qurilishda ham masalan kafel terishni biladi kimdir, suvoq qilishni biladi kimdir, stajka qilishni biladi. Shunga o'xshagan hunar so'radim. Lekin ulardan unga ham yaxshi bir ijobiy javob kelmadi. Yordamchi bo'lib yurganman dedilar. Keyin aytishdi, xullas restoranda ishlaganman dedilar. Xullas shunga o'xshagan ishlarni aytishdi va yo'q bo'ldi, tugadi shu bilan. Qo'ldan keladigan ish qo'pol bo'lsa ham aytaman-da, qo'ldan aynan bitta nisha yo'q. Ya'ni bitta hunar yo'q. Men mana bu narsani qila olaman degan narsa yo'q.
Yo, bu yoqda maqtanish ketmayapti. Hech qanaqa, prosta aytmoqchi bo'lganim, go'shtli narsa bo'lish kerak o'sha siz uchun. Siz masalan oldiga bordingiz, u odamga qo'lingdan nima keladi degan payti uzoqdan olib kelish kerak emas. Qo'limdan mana bu narsa keladi, men unaqa qila olaman deb ko'rsatish kerak. Tushunasizmi? Xulosa nima demoqchisan? Hurmatli ukalarim, tanishlarim, Toshkentga yoki boshqa shaharga borayotgan bo'lsangiz o'qishga, уже bu yog'iga uydagilardan to'g'ri o'qishimiz uchun ozgina mablag' olishimiz kerak, noldan ko'tarilishimiz uchun. Lekin bunaqa paytda iloji boricha biz ularga osilib qolmasligimiz uchun, ularni doimiy pullarini olib turmasligimiz uchun keyinchalik bu narsa baribir sizga qanaqadir komfort bermaydi, sizni qanaqadir dangasa qilib qo'yadi yoki sizga yomon emotsiya beradi. O'shaning uchun iloji boricha hunar o'rganing bironta. Najot ta'lim, shunga o'xshagan kasb markazlari, ProWeb, katta o'quv markazlari bor. Ularning kurslari juda qimmat emas. Borib hunar o'rganib, o'zingiz ustingizda ishlab, keyinchalik o'sha o'qiyotgan sohangizga o'sha hunaringizni integratsiya qilib olsangiz bo'ladi. Muhim joyini eshitinglar. Hunar o'rganib, shu hunar orqasidan ketishim kerakmi? Yo'q. Yaxshi, ketsangiz ham yaxshi. Lekin o'qidingiz, o'sha o'qiyotgan bilimlaringizni qaysi fakultetda o'qishingizdan qat'iy nazar, o'sha o'rgangan hunaringizni o'sha o'qigan bilimlaringizga integratsiya qilib olsangiz bo'ladi. Eng muhim narsasi shu. Hunar shuning uchun kerak. Siz diplom kutib o'tirmasligingiz uchun kerak hunar. Tushundingizmi? O'shaning uchun keling, musofirchilikka ozgina bo'lsa ham his qilib ko'ring, hunar o'rganing, aylaning shaharni, ko'ring, odamlar bilan gaplashing, network orttirishga harakat qiling, tanish bilishlarni ko'paytirishga harakat qiling, ekstrovert bo'lishga harakat qiling, introvert bo'lib qolmang. Endi introvert bo'lish ham ba'zi bir joylarda foydali. Masalan, dasturchilar introvert bo'lgani sari yaxshi, chiroyliroq, xatosizroq kod yozishadi deb eshitdim. Umuman aytganda, xulosam nima? Keling, hunar o'rganing. O'sha hunaringiz orqali diplom kutib o'tirmang, diplom kutguncha pul toping. O'zingiz eplasangiz ham bo'ldi uydagilaringizga. Keyinchalik pul jo'natishga harakat qilasiz inshaalloh. O'shaning uchun keling, hunar o'rganing, bilimlaringizga, o'rgangan bilimlaringizga integratsiya qiling, tanish bilish orttiring. Yaxshi yashang. Qiynalmang. Пока.